qishlog'imiz yo'lini ahvoli. İchimlik suv o'tkazamiz deb qozib kavlab tayyor yo'lni rasvo qilib ketdi. Mana endi yo'lchilar chaqlan tashamadi. O'zi chiroyli, yaxshi yo'l edi. Mana ahvol yurib bo'lmaydi. Xo'las. Chaqir tashlaydi. Hammani tashyapti-ku, tashay. Qani qachon tashlaydi? Bu proyektga yo'q ekan-ku bizning ko'cha. Proyektni biz tashlasak o'zimiz yo'yamiz. Assalomu alaykum. Mana bu katta Karonboshi qishlog'ini Tezlar Mefe. Mana bu stalbalar ahvoliga qarang mana. Paxtoboddan keyin bu to'k avariya holatda. 50 marta elektrosit bordik, muxfiz bordik. Bormagan joyimiz, yozmagan arzamiz qolmadi. Mana bu stalbalarga qarang. Yaxshi stalbalarni olib tashlabdilar. Yomon joyga hech kim qaramaydi. Mana qishloqni butun ikkiga ajratib bo'ldilar. Qishloqni yarmi asfaltga qo'yilmagan. Mana bu odamning uyi. Odamning uyidan 30 santimetr yuqoriga turibdi. Mana bu to'k. Mana bu to'k, mana ahvoliga qarang mana 30 santimetr yuqoriga turibdi. 30 santimetr yuqoriga turibdi mana. Mana bitta stalba emas. Bu stalbalar ketgancha hammasi ana shuni avariya holatga turibdi. Ana simdan ahvoliga qarang mana. Yerdan 3 metr baland. Qarab so'raydi, aytaydi odam. Mana bu kabel. To'kni kabeli mana tualetga tegib o'tibdi. Yo'nib ketsa nima bo'ladi hech kim bilmaydi. Mana bu stalbalar hayvon. En qizig'i mana bu stalba. Yiqilay deb to'xtagan. Mana bu stalbamiz ahvoli. Shundan tok kelgan ikki faza. Mana hurmatli o'rtoqlar, mana Shofirkon Tezguzar Mefe katta Karonboshi qishlog'i. Mana yangi stalba ana shu kelgan. Ana bu qishloqning ichiga bo'lgan. Ana bu yog'i mana bizga tomon yo'q. Bu yog'i O'zbekiston bo'lsa, bu yog'ini Tojikiston qilib ayirib qo'yibdilar. Buni so'raydigan inson bormi? Mana yo'llar ahvolini o'lib kelamiz. Stalba ahvoli. Stalbalarni o'lib kelamiz. Mana bu stalbalar, ana bu yo'llar. Kim mas'uliyat bunga? Kim qilib beradi? Borsak, proyekt yo'q deydi. Proyekt qayerda bo'ladi buni? Kim qiladi proyektini? Mana qishloq chiqqan. Xalqni bir so'raydigan odamni qo'ymadi, savol javob qiladigan. Buni bir bartaraf qilib berishlar. So'raymiz, ana asfalt ana shu kelyapti, ana bu yerga yo'q asfalt. O'zimiz qishloqqa pul juda qilib chaqil tashaganmiz yo'lga. Ana yo'llar ahvoli ana bu. Katta mashinalar kelyapti, butun aql ketdi 2 kunga. Mana. Buni bizga bartaraf qilib beringlar. Yana bir qishloq odam o'tadi. 7-8-yosh bachalari o'tadi. Qana yo'l bu? Maktab borib keladi.